Buni qimmat qo'yimizni hamma gapirib yubordi buni, aka. Yo'q, aka, men ham o'qidim, ko'rdim. Hamma adashyapti. Boshqalar ham ishonib qolyapti. Bitta yaqinroq olib keling-da. Bu narsani aytishayotganligini 56 mingdan sotilingan varianti ham bor edi. U sirpanchuv bo'lardi. Bularning tormozi yaxshi. Mana qirilishini qarang. Umuman mana o'zgarmayapti. Tormozlari yaxshisi. U sirpanchiq edi, aka. Sirpanchiq ha u. Shuning uchun skidkada sotilingan. Ishlab chiqarilgan vaqtda ham buni 2021 chiqqan tovarni arzon berilgan. Ko'rinishi bir xil ekan. Bu narsalar yaqinda ishlab chiqarilgan, aka. Lekin bizaniki fasadga ham bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. U narsa ko'rinish jihatdan bir xil edi. Lekin ularni fasadga ishlatib bo'lmaydi. Sirpanadi, to'g'rimi? Sirpanadi, aka. Navesli joy, yopiq joy bo'lsa ishlaydi. Lekin odam yuradigan joylarda aniq sirpanadi. O'sha narsani bilish uchun siz oldingizga keldim-da, yana. Hozir nechta pul bu? 80 mingdan kvadrati. Kvadrat bu eng arzon narxi. Eng arzon narxi. Bunaqa shirchavisi eng arzon narxi. Bular ham shunaqa. Bular ham ketdi. Bunisi? Hammasi. Bu ham, oxirdagi bitta bu oxirdagi 95 ming. 95 ming. Bular hammasi fasadga bo'ladi, bemalol. 100%. Qordan, suvdan umuman qo'rqmaydi. Marazi stoyka, aka, sinovlardan o'tgan. Bo'l, akam no'mlarini yozib qoldiraman, aloqaga chiqarasizlar. Mashinaga narxda olasizlar. Mana sizlarga tushuntirib berdik. Aldanib qolmanglar. To'ppa-to'g'ri.